Ba'zan inson nimanidir izlaydi, lekin aniqlab bo'lmaydi. Nima ekanini bu izlanish yurakda boshlanadi, vijdonda davom etadi. Odil Yoqubovning Izlayman qissasi ana shu izlanish haqida. Bu sevgining, umidning va haqiqatning iztirobi. Asar markazida gvardiyachi kapitan Davron G'oziyev turadi. U jasoratli askar, lekin inson ham. Urushda u nafaqat dushman bilan, balki o'zining ichki suhbatlari bilan kurashadi. Davron G'oziyev ham qo'rquvni bosib o'tilgan janglar sahnasida, yo'qotilgan do'stlar xotirasida, uzoqdagi va sevgan insonining tasvirida doimo nimadirni izlaydi. Uning yonida turgan komandir, qurollashgan askarlar va tinch hayotni tilagan oddiy yurtdoshlar, ularning har biri Davronning qalbida aks sado beradi. Men nima uchun yashayapman? Nimani izlayman? Bu savollar uni har qadamda kuzatadi. Davron sevgan insonni eslaydi, uning jilmayishini, mehr bilan aytgan so'zlarini. Sevgi bu urushning achchiq haqiqatdan ham kuchliroq edi. Ammo hayotning eng og'ir sinovlari bu yo'qotishlar, jimlikdagi og'ir lahzalar va o'ziga berilgan savollar edi. Nimani izlayman men? Asar Davronning tashqi kurashi emas, bu uning ichki dunyosi haqida. Bu yurakda yashovchi o'tmish va batamom hal etilmagan umidlar haqida. Davron yozgan xatlar, unutib qo'yilgan chaqiriqlar va yolg'on tinchlik umidlari, bularning barchasi uning izlanishlarining qismidir. Izlayman. Bu javobsiz savollar bilan tugaydigan qissa. Bu sevgi, umid, halollik va vijdonni izlab topish yo'li. Agar siz yuragingizni silkitadigan, ichki savollaringizni uyg'otadigan asar izlayotgan bo'lsangiz, bu sizni befarq qoldirmaydi. Chunki ba'zi hikoyalar javob bermaydi, ular sizni o'zgartiradi.